Yaqinda Samarqand shahrida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik ham shaharning suv chiqarish tizimida mavjud muammolarni ko'rsatib qo'ydi. Yomg'ir suvlarining qisqa vaqt ichida katta hajmda yog'ishi natijasida shaharning qator markaziy ko'chalarida transport harakatining izdan chiqishiga, piyodalarning harakatlanishida qiyinchiliklar yuzaga kelishiga hamda shahar aholisi uchun bir qator noqulayliklarni keltirib chiqardi. Bugungi kunda shahar hududini kesib o'tgan ariq va kanallarning umumiy uzunligi 73,6 kilometrni tashkil etadi. Shundan 3 ta kanalning uzunligi 36,7 kilometr, 4 ta kollektor drenaj tarmog'ining uzunligi esa 36,6 kilometrga teng. Samarqand shahrida may oyidagi kuchli yog'ingarchiliklar sababli sodir bo'lgan ayrim bir noqulayliklar tufayli shahrimizdan o'tgan 4 ta kanal va 3 ta kollektorlarimizda suv toshqinlari bo'lib, aholiga ozroq noqulayliklar tug'dirildi. O'sha noqulayliklarni oldini olish maqsadida, suv toshqinlarini olish maqsadida Samarqand shahar hududidan o'tgan kanal va kollektorlarimizda ishlar olib borilyapti. Ya'ni universitet xiyobonidan o'tgan Bog'shamol kanalida ham yog'ingarchilikning ko'p yog'ganligi sababli suv toshqini bo'ldi va universitet xiyobonida noqulayliklar keltirib chiqardi. Shu noqulayliklarni oldini olish maqsadida o'sha ta'mirlashlarni olib borib, o'sha Bog'shamol kanalining o'sha universitet xiyobonidan o'tgan 25 metr qismida betonlashtirib ta'mirlash ishlarini olib bordik. Yana xalq tilida aytganda Araq zavod ko'chasida yog'ingarchilik sababli o'pirilish sodir bo'ldi. O'sha o'pirilishni oldini olish maqsadida obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari zudlik bilan chora-tadbirlar ko'rib, shag'allashtirib, to'ldirib, o'sha yerda asfaltlashtirish ishlarini olib bordik. Viloyat hokimimizning topshirig'i bilan Samarqand shahar Chuqur yo'l ko'chasidan o'tgan Siyobcha kollektorimizda ta'mirlash ishlari boshlanyapti. Chuqur yo'l ko'chasidan o'tgan o'sha turbada suv sig'maganligi sabab o'sha turbani 1600 lik katta diametrli turbaga almashtirish ishlari boshlanyapti. Chuqur yo'l ko'chasidan o'tgan o'sha Siyobcha kollektorida 1 kilometr masofada o'sha turba qo'yib, o'sha yopiq kollektorga aylantirib, o'sha aholiga qulayliklar yaratish maqsadida o'sha ishlar olib borilyapti. Shohizunda ko'chasidan oqib o'tadigan Chashma kanalida ham o'sha ishlar olib borilyapti. Ya'ni Chashma kanalining Samarqand tuman hududidan o'tgan 3 kilometr qismida, Samarqand shahar hududidan o'tgan 2 kilometr qismida 20 dan ziyod ishchi xodimlar va 10 dan ziyod texnikalar yordamida o'sha suv toshqinlarini oldini olish maqsadida tozalanib o'sha ishlar olib borilyapti. Olib borilayotgan amaliy ishlar natijasida shahar aholisi uchun qator qulayliklar yaratilmoqda. Rudaki va Maroqand ko'chalari kesishmasidagi ochiq irrigatsiya tarmog'ining 1300 metr qismi rekonstruksiya qilinib, yopiq tizimga o'tkazildi. Abdulla Qahhor nomidagi mahalla hududidan o'tuvchi shahar tashlama arig'ining 350 metr qismiga katta diametrli quvurlar o'rnatilishi natijasida 30 dan ortiq xonadonni suv bosishining oldi olindi. Kuchli yog'ingarchilikdan keyin viloyat rahbariyati vaziyatni joyiga chiqqan holda o'rgandi. Mazkur hududlarda tezkor choralar ko'rilib, aniqlangan nosozliklar to'liq bartaraf etildi. Bugungi kunda tizimning barqaror ishlashi ta'minlanib, suv bosishi bilan bog'liq xavflar oldi olingan. Ayni paytda istiqbolli loyihalar ustida ham ishlar davom etmoqda. Xususan, Chuqur yo'l ko'chasida Siyobcha kollektorini yopiq tizimga o'tkazish bo'yicha loyiha smeta hujjatlari tayyorlanmoqda. Bu loyiha amalga oshirilgach, sel va yomg'ir suvlari to'planishining oldi olinib, transport hamda piyodalar harakati uchun yanada qulay sharoit yaratiladi. Chashma kollektorining Kulolon ko'chasi bo'ylab o'tgan 1 kilometr qismi ham yopiq tizimga o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shaharda boshlangan tozalash, kengaytirish va rekonstruksiya ishlari suv chiqarish tizimini yaxshilashga xizmat qilishi shubhasiz. Biroq barqaror natijaga erishish uchun davlat tashkilotlari, mutaxassislar va aholi hamkorlikda harakat qilishi zarur. Zero toza ariqlar, samarali irrigatsiya tarmoqlari va zamonaviy infratuzilma bu nafaqat shahar obodligi, balki aholi xavfsizligi va farovonligining ham muhim kafolatidir.